Assalomu alaykum, Ikkezam Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimiz xush kelibsizlar. Bugun qo'limizdan kelgancha mana shu Kaliforniya yomg'ir cho'lchaklari haqida ma'lumotlar beramiz. Ko'pchilik shu kommentariyalarda yozishyapti, shu cho'lchaklarimiz haqida ma'lumotlarni, cho'lchaklarimiz turlari haqida ma'lumotlar so'rashyapti. Bugun xudo xolasa mana shu kommentariyalarda ham qo'yib o'tib ketamiz, iloji bo'lsa agar mana shu cho'lchaklarimiz haqida ma'lumotlar beramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqsa bundan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lib qolamiz. Hozir ko'rib turibsizlar, mana bu yer aytlarimiz hozir qirov holatida. Havo harorati -2 gradus sovuq. Soatimiz ham hozir 9:30 dan o'tdi. Shunga qaramasdan hali qirovlarimiz hali tarqagan yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, mana suvlarimiz ham muzlayotibdi. Suvdan ham bilsalar bo'ladi mana. Mana suvimiz ham muzlayotibdi. Xo'p. Cho'lchaklarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, iloji bormikan, hozir mana shu yerdan bitta cho'lchaklarimizni olib ko'rsatamiz. Xo'p, mana cho'lchagimizni ham topib oldik. Buni hozir voyaga yetayotgan cho'lchagimiz, ya'ni mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring halqasi bor. Ya'ni bu Kaliforniya yomg'ir cho'lchagimiz kam tuklilar sinfiga kiradi. Ya'ni bu halqalik, ya'ni chirindiga boy mahsulotlar yeydigan cho'lchang turkumiga kiradi. Cho'lchaklarimizni misol qalinligini aytadigan bo'lsak, 1 mm dan shu 2-3 mm gacha bo'ladi. Buni ozuqa yegandan keyin bu kattalashadi. Bu ozuqasi kamayganligi uchun bu kichikroq holatda turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Mana hozir ozuqasi yo'q, pashti mana shu g'ozonlarni ozuqalanyapti. Shuning uchun hozir sal kichrayib qolgan. Ozuqalarni bersak, mana bu yerdan hozir yiriklashadi. Xo'p, Kaliforniya yomg'ir cho'lchaklarimiz shu uzunligini aytadigan bo'lsak, uzunligi shu 7 cm dan 9-10 cm gacha bo'ladi. Shu qalinligini aytib o'tib ketdik. Qalinligi shu 1 mm dan 3-4 mm gacha bo'ladi. Buni metrda ham ko'rib olsalaring bo'laveradi. Misol qalinligini ham. Shu ozuqalari ko'paygan payti bular semiradi, kattalashadi. Ozuqasi pasaygandan keyin bular kichrayib, salgina kichrayib qoladi. Shunda bilib olsalaring bo'laveradi. Bular cho'lchaklarimiz 1 yildan ziyod umr kechiradi. Cho'lchaklarimiz yana ko'payish holatlari, ya'ni hamma cho'lchaklarimiz bu hammasi ko'payishga moyil bo'ladi. Ya'ni bu cho'lchaklarimiz nima deydi? Noodatiy jonzot hisoblanadi. Ya'ni bunda erkak yoki ayol degan narsa yo'q. Bular hammasi ko'payishga moyil. Ya'ni bular Kaliforniya yomg'ir cho'lchaklarimiz urug'lanishga ham moyil, ham urug'lantirishga ham moyil. Chunki cho'lchaklarimiz bir-birini urug'lantiradi hamda unus cho'lchagimiz ham urug'lanadi, bunus cho'lchagimiz ham urug'lanadi. Ya'ni bir-birini urug'lantirganda ikkala cho'lchaklarimiz ham urug'lanib, ya'ni ikkala cho'lchagimiz ham tuxum qo'yishga moyil bo'ladi. Tuxum qo'ygandan keyin har bitta tuxumdan 2 donadan shu 15-20 donagacha cho'lchaklarimiz chiqadi. Shu hozir halqasimon deb aytib o'tib ketdim. Boshida shu halqasiga tuxum, ya'ni pilla qo'yadi. Shu pillasini 30% dan 100% gacha bo'layotgan begomsiz holatga kelib qolgan go'ngimizga qo'yadi. O'sha tuxumi 1 oy mobaynida rivojlanib, ichidagi cho'lchang rivojlanib, 1 oy mobaynida chiqadi. Cho'lchaklarimiz 2 donadan shu 15-20 tagacha chiqadi. Eng kami 2 ta, 3 ta. Eng ko'pi 15-20 tagacha chiqadi. Tuxumlari ham shunga qarab yirik yoki kichikroq bo'ladi. Tuxumlarni yangisini aytadigan bo'lsak, yangisi och sariq, och yashil holatda bo'ladi. Cho'lchaklarimiz rivojlanib chiqayotgan paytida tuxum rangi qizg'ich rangga kirib qoladi. Keyingi videolarimiz tuxumlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman, qanaqa holatdaligini. Xo'p, cho'lchaklarimizda yurak sistemasi, ya'ni yurak ham bo'lmaydi. Shuning uchun yurak vazifasini bajaruvchi qon tomirlari bo'ladi bir nechta. Shular yurak vazifasini bajarib beradi. Ya'ni cho'lchaklarimiz keyin ko'zlari ham bo'lmaydi. Ko'zlarning o'rniga bular sezgi organi orqali bular harakatlanib, ozuqalarni topib, misol nima deydi? O'sha o'zini xavfsiz joyga olish maqsadida sezgi organlari orqali bular o'zlarini pana joylariga olib, shunaqa qilib cho'lchaklarimiz hayot kechiradi. Xo'p. Cho'lchaklarimizni keyin nafas olish sistemasini aytadigan bo'lsak, bular cho'lchaklarimiz tanasi orqali nafas oladi. Shuning uchun cho'lchaklarimiz namlikka qarab intiladi. Chunki cho'lchaklarimiz tanasi qurib qolgan taqdirda cho'lchaklarimiz nafas olishga qiynalib qoladi. Keyin cho'lchaklarimiz ziyon yetib qolishi mumkin. Shuning uchun passiyani beraklarimizni namlab,
turishimiz kerak bo'ladi. Beraklarimizni og'dirganimizda cho'lchaklarimiz bekarga tezda cho'lchaklarimiz pastga tushib ketmaydi. Shuning uchun bular ham yorug'dan qochib pastga qarab intiladi, namlikka qarab. Bular usti qurib nima bo'lib qolsa, cho'lchaklarimiz nafas olishga qiynalib qoladi. Shuning uchun cho'lchaklarimiz tanasi orqali nafas oladi. Shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Xo'p. Cho'lchaklarimiz shu chirindiga boy mahsulotlarni yeydi. Shu chirindiga boy mahsulotlarni ham keyingi videolarimizda qaysi mahsulotlarni yeyishini aytib o'tib ketaman. Faqat go'ng emas, go'ngdan boshqa mahsulotlar ham yeydi. Buni hammasini aytib o'tib ketaman. Juda ham ko'p mahsulotlarni misol yeyishi mumkin, yemaydigan mahsulotlari bor. Uni ham aytib o'tib ketaman keyingi videolarda, xudo xohlasa. Hozircha videomiz cho'zilib ketib qolishi mumkin. Ya'ni cho'lchaklarimiz chirindiga boy mahsulotlarni yeb, hazm qilib, ya'ni bizga shu organik o'g'it, ya'ni biogomos ishlab chiqarib beradi. Shu Kaliforniya omil cho'lchaklarimiz. Cho'lchaklarimizda nima deydi, hali ziyoni yo'q, hech qanaqa ziyon yo'q. Bulardan cho'lchaklarimizda birorta ziyon yetkazadigan joylari yo'q. Misol juda ham xavfsiz jonzot desak bo'laveradi. Misol odam qo'li bilan teksa ham xavfi yo'q, boshqasi yo'q. Misol ekinlaringizga biogomosga aralashtirib ham cho'lchaklarni tashlab yuborsangiz ham, misol ekinlaringizni tomirlarni yeb boshqa qilib qo'ymaydi, ular boshqa nima qilmaydi. O'sha namlik topolmasa, ja bo'lmasa yerni tagiga qarab kirib ketib qoladi bular. Namlik yo'q bo'lsa, yer tagiga kirishga majbur bo'ladi cho'lchaklarimiz. Nima deydi, bular o'simliklaringiz tomirini yeb yo boshqa qilib ziyon yetkazmaydi. Xo'p, videomiz hozir ozgina cho'zilib ketib qolyapti. Qanaqangi savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Biz javoblarni qaytaramiz, xudo xolasa. Ja bo'lmasa bitta video qilib ham yana savollaringga javob sifatida video qilib ham chiqarib beraveramiz. Qanaqa savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.